Navol yo'q. Hoca aka necha pul beryapsiz? 56 mi? Ashi? 56 ga maslahatlashyapmiz biz aka bu yoq bilan. Akasi bilan telefonlashdi hozir. Ha, sherikka ham ola olamizmi? Men hech ola to'layapsan. Mana mashina sherikka ham ola olaman, aka sen bilan. Bilasanmi? Uka, beraymi yoki sherikka? Nima gapirasiz? Ada mashina bor. Ola olaman. Mayli, mashina nima telefon adres radio zulda bor, kelinglar. Radio zulda matbuot qog'oz chiroyli. Matbuot qog'ozimiz bor ekan akalar, radio zulda. Yili nomi, yurgani, grafikasi, narxi, telefon yoziladi. So'zlab beramiz, pulamasin ham beramiz. Katta qilib yozib ham beramiz. Maqsad sotish bo'lsa, baraka yaqinroq narx qo'ying. Sotilib ketishidan o'zingiz ham hayron qolasiz. O'zim kelib 50 dollar qo'shib qo'ydim. Ha, cho'zilma habi. Sherikka olaveraman. To'g'ri. Antrasan, bo'lsa biz tavakkalga olyapmiz. Biz ham bir so'm qotib sotamiz. Bundan oldin aka narsa qilib sotamiz hozir. 5000 150. 5000. Necha keldi? 20 bir. Yaxshi bo'lyapti, bering. Hozir u chaqa chiqajoqlari ham bor ekan, buni tayyorlashimiz kerak sotilmasa. Buyurtma qilib, buyurtma. 150 vermaymiz. Bizcha pul tutmaymiz harakat. Uni katta yo'l lastasini ham alishtiramiz. Kashi ham hozir 150-200 ming so'm kameralar. Amalari yaxshi bo'lmayapti. Jo'lbaqqa savdo qilyapsiz. Bitilgan joylar baraka qiling. Qilsamiz. Yo'q, aka qo'shadigan holat yo'q. Bittaga birinchi apreldan bank deb albosi yo'q chiqyapti. Aka bering. Qilsamisiz? Eng qizig'i men. Bu aka. Bozorning manatini olaman. Mana bu bolalar tutganlarimiz hozir sotuv qilib narsa qilib sotaman aka. Hozir sizga hozir biz 1000 dollar 2000 dollar yo'qlasa ham narsa qilib olamiz. Shunaqa deb foydasiz elinsan o'zini egasidan kerakli qilib beramiz. O'zini egasidan, boshqa deb sotamiz. Ni hamma gap bir tik. Musanchilik bilan ertaman bering deykan. Bo'ladimi? Yo'q. Qo'shadigan holat o'zi qo'shib beradi. Yushang. Yani nima qilib turibsiz? Yaramas ekan. Ya men boshimni olib boshlayman. Tusamisiz? Yo'q, qo'shadigan holat bo'lganda qo'shib beradi. Bering aka, aka. Qo'shadigan holat, qarang, qo'shadigan holat bo'lganda 50 so'm, 100 so'mga qaramay qo'shaman. Olaman. Endi mizonlar. Tusamisiz? Xursand bo'lib barakani bering. Aka tavakkal olish. Tavakkal. Ukam, siz dehqon sizlardan bular. Bering, baraka. Oflanca olib ketmaydi o'zi. O'zingizni 100 so'm olasiz. 15 ming sotdim aka. 15. Qo'shadigan holat bo'lganda. Yo'q, qo'shadigan holat bo'lganda men qo'shib sizdan olaveradi. Tusamisiz? Hatta sotdim, nazar qiling. Barak. Baraka. 2021-yil gaskalar toza 150 km yurgan mashinamiz baraka bo'ldi. 5600 dollarga akalarimiz oldi. Olganga Alloh barakali qilsin.